Sport meni bir bo'lagim, u doimiy bu hobbi desam bo'ladi. Bu meni ajralmas bo'lagim. Birinchi navbatda o'sha oyoqqa turish, yanada ko'proq kattaroq yutuqlar, natijalarga erishish. Endi har holda sportchi bo'lganmiz, yengilmaymiz. Men Husanov Jahongir 1992-yil Surxondaryo viloyati Uzun tumanida tug'ilganman. 2007-yilda endi surxondaryoliklar baribir hammasi tug'ma kurashchi bo'ladi. Shuning uchun 2007-yil Termiz olimpiya zaxiralari sport kollejida o'qishni boshlab, dzyudo fakultetida tuman viloyat birinchiliklarida qatnashib, keyinchalik harbiy xizmatga borib keldim. U bilan keyin o'sha imtiyoz asosida 2013-yilda O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga qabul qilindim. Yoshlar ijtimoiy harakatida universitet sport va salomatlik ekologiya yetakchisi bo'ldim. O'sha sport orqasidan. U yerda ham bir qancha universitet, shahar birinchiliklarida qatnashdim. Va 2016-yilda shu baxtsiz tasodif tufayli universitetiga saralash vaqtida kurashda noto'g'ri yiqilib, bo'yindan jarohat olib, orqa miya jarohati tufayli hozirda shu koleskada bo'lib qoldim. Bo'yindan bo'lgan jarohat tufayli hozirda o'sha yelkadan pastida harakat cheklangan. O'sha yaqinlarim yordami bilan yana o'qishni bitirib tamomlab oldim 2019-yilda. Undan keyin ish faoliyatimni 2021-yildan boshlab shu o'zim o'qib bitirgan 14-maktabda boshladim. Hozirda ingliz tili bo'yicha 14-umumiy o'rta ta'lim maktabida dars berib kelyapman. Prinsipida doimiy ish harakati, har kuni maktabga borishingiz, kelishingiz, kunlik bajaradigan ish harakatlaringizni bildiradi. O'zimiz sotib olgan nogironlar aravachasida yurardim. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan o'sha aravacha berilgandan keyin maktabga kelib ketishim juda ham oson bo'ldi. Undan tashqari o'tgan 2023-yil sentyabr-dekabr oylarida mahallamiz Obod mahalla dasturga tushgani uchun yo'llarda biroz qiyinchiliklar bordi. Hozir u qiyinchiliklar ham bartaraf bo'ldi. Sinfxonalarda kirib chiqishim bemalol. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan maktab jamoasi bilan kelishilgan holda maktab yo'llari va o'sha chiqish yo'laklari ta'mirlanib, hozirda kelib ketishim osonlashdi. Avvalo hozir birinchi navbatda o'sha oyoqqa turish, oyoqqa turib Xudo xohlasa yanada ham hozir jamiyat oldida ko'proq xizmatda bo'lish, ota-onamda xizmatda bo'lish, yanada ko'proq kattaroq yutuqlar, natijalarga erishish. Endi har holda sportchi bo'lganmiz, yengilmaymiz. Endi avvalo dzyudo men tanlagan yo'lash jahon tillarida bu ingliz tili bo'lgani uchun avvalambor o'sha ingliz tili bilim darajasini aniqlash bo'yicha o'sha IELTS sertifikatlari maqsadim va chetda o'qish, chet elda ishlash maqsadlar bor edi. Endi sport meni bir bo'lagim, u doimiy bu hobbi desam bo'ladi. Bu meni ajralmas bo'lagim. Endi sport bo'yicha ham balki kattaroq natijalarga erishgan bo'lardim. Ingliz tilidan hozir endi shu yil bo'ladigan toifa attestatsiyasida Xudo xohlasa attestatsiyani olish va kelajakda nasib o'sha C1 darajasidagi sertifikatni olish.